Uning qo'lida bir konvert bor. Menga sog'lom degan ma'lumot kerak, dedi u past ovozda. Haqiqiy sog'lig'im qandayligi muhim emas. Shifokor ikkilanib turadi, lekin pulni oladi. Bu sahna bir qarashda boshqa yo'nalishdek tuyuladi, lekin aslida serialning umumiy ruhiga juda mos keladi. Chunki bu yerda ham bitta g'oya ishlayapti. Odamlar muammolarni yashirish uchun soxtalik sotib olishga tayyor. Rahbar ayolning yuzida vahima bor. U bu men emasman demoqchi, lekin tizim baribir uni yutib yuboradi. Keyingi kuni uning ishdan bo'shatilgani haqida xabar keladi. Hech kim uning rostmi yoki yolg'on gapirganini tekshirmaydi. Faqat bir soniyada butun martaba qulaydi. Bu voqea nazokat uchun ham ogohlantirishdir. Bugun boshqa bir ayol qo'lga tushdi. Ertaga esa navbat undan uzoq emas. 9-sahna. Qodirning uyi. Onasi unga kelin qidiryapti. U qizlarning rasmlarini oldi qo'y qilib, "Mana bu yaxshi, bu uyli, bu sizga mos keladi" deydi. Qodir esa indamay tinglaydi. Ona o'g'liga yor emas, xizmatkor qidirayotganini bilmaydi. U kelinni uy, nasl va obro' uchun kerakli buyumdek tasavvur qiladi. O'g'lining xohishi, qizning orzusi, oilaning tengligi uning uchun ikkinchi darajali. Qodir bir narsa demoqchi bo'ladi, lekin og'zini ochmaydi. U onasining soyasidan chiqa olmaydigan o'g'il bo'lib qolgan. Shu payt uning telefoni jiringlaydi. Eski sevgilisi Lena qo'ng'iroq qilgan edi, lekin onasi qo'lini uzatib, "Kerak emas, u bizga mos kelmaydi" deb telefonni qo'yadi. Qodirning yuzidagi ifoda o'zgaradi. Unda ojizlik va ichki qarshilik bor, lekin u hech narsa demaydi. 10-sahna. Kechki payt. Yomg'ir yog'ayotgan edi. Dildora deraza oldida turibdi. U yana Afzal haqida o'ylayapti. Uning ichida g'urur va alam o'rtasida kurash bor. U endi qaytib ketishni o'ziga xiyonat deb biladi. Shu payt eshik taqillatiladi. Afzal yana kelgan. Uning sochlari yomg'irdan ho'l, ko'zlari o'tinib turibdi. "Bolalarni bir soatga ko'rsang bo'lmaydimi?" so'raydi u. Dildora uzoq qarab turadi. Keyin eshikni asta ochadi. Ichkariga kiritadi. Bu uning zaiflik qilgani emas. Bu oxirgi marta qarorni o'zgartirish imkoniyati bor yo'qligini tekshirgani. Bolalar uxlab yotgan xonaga boradilar. Kichkina qiz uyg'onib, otasini ko'rib quvonadi. Shu lahzada Dildoraning yuragi nimadir deydi. Ammo juda kech yoki juda erta. Hali buni hech kim bilmaydi. Bu qismda har bir qahramon o'z sandig'ini ko'tarib yuribdi. Kimdir uning ichiga pul yashirgan, kimdir alam, kimdir armon, kimdir kechikib qolgan sevgi. Endi o'sha sandiqlar birin-ketin ochilmoqda. Kimning siri avval yoriladi va kim o'sha haqiqatning og'irligini ko'tara olmaydi. Eng yomoni shundaki, ayrim qahramonlar hali ham o'zlari o'yinni boshqarayapman deb o'ylashyapti. Aslida esa taqdir allaqachon ularni shunday joyga olib kelganki, endi bitta noto'g'ri qadam nafaqat hayotini, balki butun oilasini kuyundirishi mumkin. Keyingi qismda nima bo'lishidan ko'ra, kim birinchi bo'lib ichidagi zulmatni yashira olmasligi muhimroq bo'lib qoldi. Chunki bu hikoya endi faqat voqealar haqida emas. Bu odamlarning tanlovlari va o'sha tanlovlarning aks sadosi haqida. Va bu aks sado hali eng kuchli chalinmadi.